Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari. 4-sinf ona tili 1-qism 17-dars so'z turkumlari mavzusidan uyga vazifani ko'rib chiqamiz. Uyga vazifa 121-mashq. Chiziqlar o'rniga gap mazmuniga mos so'zlar qo'yib o'qing va daftaringizga yozing. Ularning qaysi turkumga tegishliligini ayting. Birinchisi, shirin so'z boldan shirin. Shirin qanday? So'roq beramiz. Shirin bu sifat so'z turkumiga oid bo'lgan so'z. Ikkinchisi, 5 qo'l barobar emas. 5 bu yerda 5 ta barmog'imiz nazarda tutilyapti. 5 so'ziga savol beramiz. Necha? 5. Bu son so'z turkumiga oid so'z. Uchinchisi, daryo suvini bahor toshirar, odam qadrini mehnat oshirar. Bahor. So'roq beramiz. Nima? Bahor bu ot so'z turkumiga oid so'z. Ot so'z turkumi kim nima so'rog'iga javob bo'lar edi? Yodingizda bo'lsa. Mehnat. Nima? Mehnat. Bu ham ot so'z turkumiga oid so'z. 4-si. Odobli bola elga manzur. Odobli qanday? Odobli. Bu so'z ham sifat so'z turkumiga oid. 5-si. Aytilgan so'z, otilgan o'q. So'z. Nima? So'z. Bu ham ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'z. Bu maqollarni chiroyli qilib daftaringizga yozib, tegishlicha belgilab qo'yasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang.